Mana sizlarga fon. Mana sizlarga spat. Mana go'zallik. Men buni qarang endi. Nima deyapti? Ona balan chempionmi bu? Bolasi bu ekan-a? Jonim sog'lom shu bitta qarang endi. Men buni qarang. Yetugu. Akalar, Namangan viloyati Chust tumani Karnon qishlog'i Siroj akani xonadonlariga kelganmiz. 2026-yil. Sesdan necha bugun? 17-iyun kuni iyun sanasida turibmiz. Akalar, 3 boshmollari bor ekan. Biri yana bala, ikkitasi yetuk. Mana shu yetukdan boshlaymiz, Siroj aka. Xudo xolasa, akalar, Siroj aka hali ekran ortiga chiqmaganlar. Xudo xohlasa birinchi marta chiqishlari, lekin molni bozordan olib kelib, bozorda sotadigan aka emaslar. Uyga olib keladilar, shu 7-8 oyligida, 6 oyligida olib kelib saqlab yoki bo'lsa tug'dirib, yaqin qilib sotadilar. Ma'lumotini aytib beryapman. Mana birinchi molimizdan tishini ishtaydi aka, tishini bitta ko'rsating. 9 oylik xudo xolasa. 9 oyda ekan akalar. To'r kurak. To'r kurak ekan akalar. Kuragi 4 ta. Nechinchi qorin bo'ladi shunda? Ikkinchi qorin, xudo xolasa. Yuvosh. O'ta yuvosh, yaxshi variantida akalar. Birinchi qoringa bo'ylari taxminan keladi 1.25. Keladi. 1.25 xotirjam keladi akalar. Sifatligida. Zo'r variantida. Sizlarga necha pul narx aytasiz bunga? Ama yopishtiribroq ayting, sotadigan qilib ayting aka. Sotadigan. Sotishga qo'ydik-ku. Kami bor-a? Kami bor, kami so'raveradi. Bu vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor aka. Xudo xolasa akalar 26 million savdo sunnat talash tortishib olasizlar, lekin mol arziydi. Sifatli 9-oyga o'tgan akalar, 8 oy to'ldirgan, 9-oyga o'tgan. Xudo xolasa 20 kun, 25 kun yabag'da bitta molingiz ikkita bo'lib turibdi-ku. Sifatli variantlar, yaxshi variantlar. Endi mana bu chempionga kiradigan bo'lsa, mana sizlarga sifat. Aka, nech kurak mana shu molingiz? Bitta kuragini ko'rsataylik, mana shu mana buni qarang. Keyin qarang. 4tami? 4ta 6 tenglayapti. Tenglayapti akalar. 4 kurak 6 tenglayapti. Bitta tuqqan ikkinchisiga bo'g'az akalar. Mana buni qarang. Aka, bu ham kun qopda xudo xolasa. Chetida so'gali bor, aytib qo'yaman. Kichkina so'gali bor, ayb emas. Ayb emas, mana. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana uyga borganda mana shuni ko'rib, hali aytmadingiz emas. Xudo xolasa. Akalar, mana shu kim nima desa, yaxshi mol. Ikkalasi ham zo'r mol, yaxshi mollar, sifatli mollar. Kalla holatlari ham o'ta chiroyli. Bitta bunga ham aka yondirib, chiroyli narx ayting. Akalar, bularning ham bo'yi 1.25 xotirjam buni moli bo'yi ham. Xotirjam olarasa 1.25 dan baland bo'lishi mumkin, lekin pastmas xudo xolasa. Mol sifatli variantida. Bitta narx ayting Siroj aka. Bu 26,5 million kami bor. 26 million 500 ming yana kami bor, xudo xolasa. Siroj aka bitta joyga olaman deganga 26 dan kami bor qo'yib yuborasiz, xudo xolasa. Jupiga olaman degan akalar 26 milliondan kami bor. Jupiga olaman deydigan aka-ukalarimga 26 milliondan kami bor. Yaxshi mol, sifatli mol qilaman deydigan aka-ukalarim telefon qilaverasizlar. Hojatxonalarım. Bitta molni boylab qo'yib, ikkita qo'y bilan qaraganga nima yesin? Ham fizik, nima bo'ladi? Sog'lom bo'ladi, ham cho'ntakka daromad bo'ladi akalar. Qo'yvoy. Endi men buni qarayman. Sifatligidanmi? Yapalag'idanmi? Tagi ham boshqacha dunyo ekan, takka qarang. Sizlarga nechta tust beryapti? To'g'ridan bu gap ochirona balasidan Voy, boshlaylik. dunyosi ham boshqa ekan, balani qarang-ey. Oqkalli ekan aka, kallasini bitta qaratavering endi ekranga. Voy, joning sog' bo'lsin, kallani qarang endi. Pachka. Pachkachi ekan-a. Mollar akalar, mollar bo'yi 1.30 keladi, xotirjam. Kuragi 8 ta bitta ochib ko'rsating aka. Mana. Akalar, mana. Mol yaxshi ko'rsatmayapti, kurag tiniq 8 ta ekan akalar. Bosim netmagan. Mol sifat ichki ketib, ichki ketlardan bolasi o'tgan. Qancha bo'ldi siz bolasiga? Bolasi 2 haftalik bo'ldi. 2 haftalik bo'libdi akalar. Mana sizlarga sifat. Sizlarga nechta turs beryapti, xohlasa yo bir tuchni solib, noldan nol solmadingizmi? Xudo xolasa, yolg'on gapirishni yomon ko'raman. Hali sog'madim. Xo'p. Bolasi tagida yuribdi. Aha. Mendan hali o'zimizga kerak bo'lsa 1 litr, yarim litr sog'ib qolgan payt mana bolani ko'ryapsizmi? Sifatligidan xudo xolasa. Ha, bola 7 ta 10 ta sut beryapti deb yolg'on gapirish. Ha, bola mol sutlik bo'lmasa akalar bola bunaqa bo'lib ketmaydi. Mana pachkaligini qaranglar bolani. Boqilgan buqaga o'xshaydi. Ertalab buzoq boyladim bugun. Ha, bugun ertalab boyladingiz. Kechki sog'imi mana, xudo xolasa.
Ertalab aka, joyim yolg'on gap olgan. bo'lmayapti. Ertalabgacha yemgan, ertalab biz shu video syomka qilamiz. Inson kursi mana shu odam oladigan molini uchinchi emas, xudo xolisa aka. To'rttasidan shov. To'g'ri yelini ishlaydi. Kran ekan, kran bor-ku. Kran jurmagimda bilasizlar, sog'orasizlar. Mana sipasilarga. Soch aka, bunga ham bitta chiroyli narx ayting, bolasi buqa 8 kurak, onasi ham oqbosh ekan, bolasi ham oqbosh. Yaxshi variantidan. Bitta chiroyli narx ayting, yondiradigan. 36 million kami bor. 36 million yana kami bor, Ha, ha. kamini so'rashib, Aka, mashina bor-ku. Mol qilaman odamga degan. Aka, 35 million qo'ysangiz kam bo'lib qoladimi? Yarim qilaylik yo'qsa. Bo'ldi. Qiynalmay aka. Kami 35 bor million shunda. 500 mingga yana kami bor, savdo sunnat talash tortishib olasizlar akalar. Nima deyapti? Mana bu sifatni qaranglar. O'ta kengidan, yaxshi mol, bitta xonadonga mol qilib qo'yaman, bu qaballardan qilib qo'yaman deydigan insonlar olarasizlar. Mana shu bolasini Vaqtidan ham so'qsinmaydi mana. akalar 3 oy, 4 oy emizsanglar mana shu bolasi 20 ni ustida, mana shu molni bolasi 20 ni ustida, 3-4 oy emizasizlar 20 ni ustida mana shu mol. Bolasi. Onasi emas, bolasi 20 ni ustida akalar. 3 oy, 4 oy emiziladi. Ko'ryapmiz odamlar sotyapti, 20 ni ustida sotyapti, ham 3 oy, 4 oy emizib. Endi mana shu yerda videoga yakun yasaymiz, akada mol ko'p, kelaverasizlar. Boshi bor, oxiri yo'q, xudo xolasa. Kelib, ko'rib, savdo sunnat talash tortishib olaverasizlar. Yaxshi sifatli mollar bor. Nomerlarni ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol telefon qilib ma'lumotlarni so'rab, surishtirib olaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana shu videoga yakunlasam, like bosib qo'yib, obuna bo'lishni unutib qo'ymaysizlar.